Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hadâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Vessalâtu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleyküm. Bu xonadonga taklifotga ko'ra ijobat qilib kelgan mehmonlar. Mana bugunlik bir muborak kunda bu xonadonda shodiyonaki Allohning buyrug'i, Rasulullohning sunnatlari, ulug'larimizni odatlaridan bo'lgan farzandlarini nikohlashlik uchun mana chiroyli dasturxon solinib, qadrdon, yosh ulug', mo'ysafid qarindoshlar, qo'ni-qo'shni, yori birodarlarni chorlab shu 2 yoshda haqida duo bo'lib qolsa degan maqsadda mana jamlashib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo bu valimaga sabab bo'layotgan 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat ato qilsin. Kuyov qayliq bo'lishib, ota-onalarini xizmatlarini qilib, duolarini olib, 2 zurriyotni davomchilari bo'lib hayot kechirishlikni Alloh nasib aylasin. Biz suhbatni boshladik. Bu oldilarimizga qo'yilgan taomlar, nozik ne'matlar, shirinliklar faqatgina tanovul qilishlik uchun qo'yilgan. Ko'ylilarimiz xohlaganicha tanovul qilib, faqatgina shu necha gaplashmasdan tursak, bir-ikki og'iz suhbat qilib olamiz. Suhbatimizning mavzusi bir hadis borki, ad-dunya mata'un, khayrul mata'id dunya al-mar'atu solihah. Dunyo o'zi bir mato. Dunyo matolarining ichidagi eng yaxshi mato bu soliha ayol deyiladi. Ayol kim desa, avvali do'zaxni harom qilguvchi, o'rtasi dinni to'ldiruvchi, nihoyasi bo'lsa jannatdek joy uni oyog'ini ostida bo'lgan zot ayol deyiladi. Avvali deyilganda qaysi bir xonadonda bir qiz dunyoga kelar ekan, unga otasi chiroyli ism qo'ysa, soliha qilib tarbiya qilsa va moli dunyosini sarflab bir yigitga nikohlab beradigan bo'lsa, shu otaga do'zax harom, jannat vojib. Jannat vojib. O'rtasi deyilganda qaysi bir qiz turmush yoshiga yetib bir yigitga nikohlanadigan bo'lsa, erini dinini to'ldiruvchi bo'ladi. Er qolganini taqvo bilan zinatlab olsin deyiladi. Nihoyasi deyilganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, jannat onalarning oyog'ini ostida. Ya'ni onalariga poyu patak bo'lib qilingan xizmatning orqasida jannat. Alloh taolo Qur'on azimuşshanda marhamat qiladiki, mazmunidagi marhamat qilgan oyatning mazmunida keladiki, insonlarni yaratib, ularni erkagu ayollarga ajratdi. Ayollarni erkaklarga juftladim deydi Alloh taolo. Erkaklarni xotirjam, sakinat qilishliklari uchun, topishliklari uchun. Bu oyatning mazmunini kengaytiradigan bo'lsak, bir odamni moli dunyosi o'tayam darajada ko'p. Lekin xotini yo'q. Xotirjamligi yo'q. Sakinati yo'q. Bir odamni uyi gungurador, qasr, zinatlangan, jihozlangan, juda ham gungurador. Lekin xotini yo'q. Xotirjamligi yo'q, sakinati yo'q. Bir odamni moli dunyoning mashinasi, oxirgi rusumdagi eng qimmat mashina, lekin xotini yo'q, xotirjamligi yo'q, sakinati yo'q. Bir odamning o'g'illari bor, qizlari bor, kelinlari bor, nevaralari bor, aka, uka, opa, singillari bor, lekin xotini yo'q, xotirjamligi yo'q. Chunki Alloh taolo erkaklarga ayollarni juft qildim, xotirjam, sakinat topishlari uchun. Endi bir odamni u darajada moli dunyosi yo'q, o'ziga bir yetib yetmas darajada bor. Lekin xotini bor, xotirjam. Puli yog'ida yo'g'an bo'lib qoladi. Lekin xotini bor, xotirjam,
sakinat topadi. Bir odamni uyi ham unaqa qasr, gungurador emas. Sharhida yozibdi. Qamish bo'yradan bo'lgan, tomi ham qamish bo'yradan bo'lgan, lekin xotini bor, xotirjam. Sakinat. Bir odamni mashinasi yo'q, mashinasi ham yo'q, hatto velosipedi ham yo'q-da. Lekin xotini bor, xotirjam debdilar. Farzand ham xuddi shunaqa. Chunki otamiz ko'chadan kelib kimi so'raydi desa, onamizni so'raydi. Ayiz qani deydi. Agar shu ayiz qani degan savolga javob topilsa, otamiz xotirjam. Agar shu savolga javob topilmasa-chi desa, uyga kiradi, hovliga chiqadi, uyga kiradi, hovliga chiqadi, ko'chaga chiqadi, hovliga. Eng yaxshi ko'rgan farzandi ro'para kelib qolsa, ikki og'iz achchiq so'z eshitadi. Xotin topilgandan keyin nima deydi? Bolam, ro'para kelib qoldingiz-da deydi. Nabirani shirinligi ham, nabirani qiliqlari ham xotin bo'lsa shirin, nabirani qilig'i ham xotin bo'lsa yaxshi. Agar xotin bo'lmasa-chi esa bola ham shunaqa bo'ladi. Bola ham shunaqa. Ha, xotin tirikligida yelkasiga olib, otam deb bobom qilayotgan, xotin yo'q bo'lsa-chi esa xotirjam, sakinat bo'lmagandan keyin eng yaxshi nevara ham nima qilmaydi? Bola ham shunaqa bo'ladi. Uni erkalatib yorishibdi-da, deydi. Endi bu xotinni shuning uchun ulug'lar aytadilarki, xotin yaxshi bo'lsa berdi Xudo, xotin yomon bo'lsa urdi Xudo. Yomon xotindan panoh so'ranglar deyilgandi. Yomon xotin shaytonning nimasida? Sochchingizni oqartirib tashlaydi. Sochchingizni to'kib tashlaydi. O'zingiz qurgan, o'zingiz jihozlagan, o'zingiz ziynatlagan uyingizdan ham bezitib qo'yadi. Erkakdaqa xurkigichi bo'lmaydi. Xotini o'tirib ko'chalarda yuraveradi. Eshitaydi, o'tiradi, chiqib oladi, stolda qo'yib oyoqni nimasiga qo'yadi. Sigaret filmni qo'yib ketib qoladi. Oyoq tepasiga oyoqni qo'yib oladi. Uyda xotin bor, lekin xotirjamlik yo'q-da. Chunki xotin mak qilsa yoqmaydi. Yoki choyxonaga borib olib yotadi. Hali yog'lama bo'lib ketgan yakandozga, hali hamma beliga qo'yaverib, g'ijim bo'lib ketgan bolishni qo'ltig'iga tiqib olib, choyni shorillatib ichib. O kechasi 11 bo'lsa ham o'rtoqlar qaytaylik desa nima deydi? Borasan-da o'sha tomni qiyshiq uyingga. Xotin yaxshi bo'lsa-chi desa, xotin yaxshi bo'lsa fayz bo'ladi, baraka bo'ladi, xayr bo'ladi, boylik bo'ladi. Shuning uchun soliha ayolni Allohdan so'raylar deyiladi. U ayol bitta libos emas, katta kelsa kichigiga, kichik kelsa kattasiga nima qilaydi. Endi ayollarda nimasida aytiladiki, ayol deydilar bir zot o'xshatibdilarki, toruzning urug'iga o'xshaydi. Qattiq ushlasangiz sirparib chiqib ketadi, sekin ushlasangiz sirg'alib ketadi. O'rtacha. Yana bir o'rinda keltirilgan ekan, ayol chap qo'rg'adan yaratilgan. Chap qo'rg'i egilishlikka moyil. To'g'rilayman desangiz sindirib qo'yasiz, tek qo'ysangiz egilib ketadi. Yana bir o'rinda aytilgan ekanki, ayollarni o'zlarini holatlarida foydalaning. Undan siz eshon yasab ololmaysiz-da. O'zini holatida foydalaning deydi. Endi mana ayol kim desa, ayol bu opamiz, ayol bu sinimiz. Dar haqiqat opamiz, sinimiz ayolda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Kimni 3 ta opasi bo'lsa, yo 3 ta sinisi bo'lsa, yo bitta opasi, 2 ta sinisi bo'lsa, yo 2 ta opasi, bitta sinisi bo'lsa, ular bilan bordi keldi, silai rahim qiladigan bo'lsa, jannati bo'ladi dedilar. Bir sahoba, "Ya Rasululloh, 2 tachi" dedilar, 2 ta bo'lsa ham dedilar. Bir sahoba, "Ya Rasululloh, bittachi" deb so'ragani uyatdim deganlarida, bitta bo'lsa ham degan ekanlar. Ana bitta bo'lsa ham degan ekanlar. Opa o'zi kim hech e'tibor qilganmiz. Opa bu o'zi kichkina bo'lsa ham ukasini beshigini tebratgan, aravachasini sudiragan ham opa bo'ladi.
yetar ekan. Opalarda onalik hissi bo'lganligi uchun meni jijim, meni ukam deydida onasidan boshqaga ushattirmaydi. Agar ukasi beshikka belanib yig'lab qolsa, ona bechora bor ukani tebrat desa, yiqilib, turtinib, surtinib, bo'yi yetmasa, osilib bo'lsa ham tebratgan shu opa bo'ladi. Mana shu yerda shuncha odam o'tirgan bo'lsak, ikkita non ko'tarib xabar olyapmizmi? Opa, siz onamga o'xshaysiz. Opa, siz bilan gaplashsam onam bilan gaplashgandek bo'laman. Opa, sizni har qancha hurmatingizni, har qancha xizmatingizni qilsam oz, chunki siz meni beshigimni tebratgansiz deyapmizmi? Xo'p, o'sha ikkita nonni pulga berar, hech bo'lmasa quruq borib, opa, sizni har qancha hurmatingizni, har qancha xizmatingizni qilsam oz, chunki siz meni beshigimni tebratgansiz deyapmizmi? O'zi bekorchi bizu bo'sh vaqtimiz yo'q. Nechiga kirgan bo'lsak, hech bo'lmasa jichcha bo'lsa ham o'ylab qo'yganmizmi? Shu opam bo'ladi. Har qancha hurmatini, har qancha xizmatini qilsam oz, chunki u meni beshigimni tebratgan deb hech bo'lmasa o'ylab qo'yapmizmi? Opa kim desa, opa bu qo'ni qo'shninikida to'y yo bir marosim bo'ladigan bo'lsa, ukachasini qo'lidan yetalab o'ynatgani olib kirib, o'zi osh yemasa ham ukasiga osh yegizgan ham shu opa bo'ladi. To'yxonada ko'rganmisiz ukasini qo'lidan yetalab yurgan opani? Uka biror bir shirinlikni ko'rib, yeyman deb qolsa, opa ekanda qanaqa qilib bo'lsa ham olib ukasiga yegizgan ham shu opata. Opa kim desa, ukasi og'ir bo'lsa ham, bo'yi tengi bo'lsa ham, yelkasida yo opichlab ko'targan ham shu opa bo'ladi. Opa ekanda ukam deydi-da bechora, charchasa ham bechora ko'taradi. Yig'lasa ham, "Bor ukani yig'isidan to'xtat" deganda, yig'idan to'xtatgan ham shu opa bo'ladi. Opa kim desa, ukasi yig'layotganda ukasiga qo'shilib yig'lagan ham opa bo'ladi. Yaqinda bir joyda shuni aytsam, bir opoqa aytadilar, "Yoshligim esimga keldi. Opam rahmatlik ajoyib ayol edilar. Men yosh sho'x bo'lganman, to'palanchi bo'lganman. Sho'xlik qilsam, to'palang qilsam, onam jazolayman desalar, opam quloqlarini ochib, orqalariga turgizib, urmen ukamni urmen deb turib olardilar. Ha sho'xlik qildi, to'palang qildi, jazolash kerak desa, shirin bolani ham uradimi? Shirinligini qarang. Ha shirin bo'lsa ham to'palang qildi, jazolash kerak desa, bo'lmasa meni uring. Ha nimaga? Ukamni ursiz, ukam ham yig'laydi, men ham yig'layman. Meni ursiz, men yig'layman, ukam yig'lamaydi. Jon aya, ukamni urmen deb turib olardilar deydi. Opa kim desa, qo'ni qo'shni yo bir mehmon kelib, ukangni mashinaga almashasanmi, pulga almashasanmi deb aytganda yo'q deb qizg'anib, almashmayman degan ham opa bo'ladi. Qizg'anayotganini ko'rib, ukasi tarafga qarab yurib qolganda, ukasini bag'riga bosib, bermayman deb ukasi bilan birga yerga yiqilgan ham shu opa bo'ladi. Shu opa ukachilik uylanguncho'rmi? Nima deysiz? Shu opa ukachilik ota-ona tirikligi cho'rmi desa, yo'q, o'lguniga cho'r debdilar. Agar bir opa vafot etsa, ukalarning zimmasiga lozimil ado bo'lgan haq to o'lgunlari cho'r opani haqqiga duo qilishlik. Agar uka vafot etsa, opalarning zimmasiga lozimil ado bo'lgan haq to o'lgunlari cho'r ukani haqqiga duo qilishlik debdilar. Tirigida eslamagan, o'lganda eslaydimi? Nima deysiz? Kecha emas, ilgari kun emas, bugun. Chunki ba'zi bir insonlar bor, kecha nima yeganligim esimda yo'q deydi xon. Hali bugun esdan chiqmagandir. Kim opasi yo singlisini esladi? Opam qanaq tong ottirdikin? Sog'lig'i yaxshimikin? Sinimi mazasi yaxshimikin? Qanday tong ottirdikin? Mendek akasi bo'lib turib, mendek ukasi bo'lib turib, nonishtaga nima yedi ekan, nima yer ekan deb jichcha bo'lsa ham o'yladingmi?
Qani haligi ukasini beshigini birovga bermasdan teviratgan opa-ukachilik. Qani qo'ni qo'shninikida to'y yo bir marosim bo'ladigan bo'lsa, ukachasini qo'lidan yetalab o'ynatgani olib kirib, o'zi osh yemasa ham ukasiga osh yegizgan opa-ukachilik. Qani ukasi yig'laganda ukasiga qo'shilib yig'lagan opa-ukachilik. Qani mashinaga ham, pulga ham almashilmagan opa-ukachilik qani? Bekorga qolib ketmayapmizmi? Ha? Nima deysiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Tahabbu bir-birlaringga hadya qilinglar, o'rtalaringda oqibat bo'ladi. Aka bo'lib sinimizga yo uka bo'lib opamizga bitta yaxshi libos kiygizib qo'yalyapmizmi? Yilda bir marta bo'lsa ham. Yo'q desa yo'q ham masda. Chunki kim onasi vafot etgan bo'lsa-yu, qaniydi onam hayot bo'lganda edi, onamga libos kiygizardim desa, opasi bo'lsa opasiga, sinisi bo'lsa sinisiga libos kiygizsin, onasiga libos kiygizganning savobi beriladi debdilar. Aka bo'lib sinimizga libos olib bersak, akam ajoyib insonda, akamda ota mehri borda, akam olib bergan libosini qarang deb maqtanadigan, mag'rurlanadigan, faxrlanadigan bitta libos olib beralyapmizmi? Yo uka bo'lib opamizga, ukam ajoyib inson, ukamni vijdoni bor ekan, ukamni esi bor ekan, ukamni esida bor ekan, yoshligida ovqatlarini isitib berganim, kartishga tuxum pishirib berganim, ko'ylagini, shimini yuvib, quritib, dazmol qilib berganlarim esida bor ekan, olib bergan libosini qarang deb o'g'liga, qiziga, keliniga, nevarasiga, hatto qo'shnisiga maqtanib kiyadigan darajada bitta libos olib beralyapmizmi? Olib bersak qanchalik ehtirom qilishligicha, xursand bo'lishligicha, aka ekanmizda yo uka ekanmizda. Bir joyga chilyoson qilgani kirsak, xonani o'rtasidan parda to'silgan, bir tarafida 80 yoshlar chamasidagi hoji ona, bir tarafida bo'lsa chilyoson qiluvchilar kirdigu, xonadagi besaranjonlik, dodaladot, yig'i-sig'i, baqir-chaqirdan chilyoson qilishlik iloji yo'q. Tashqariga chiqib o'g'illarini chaqirib, hoji ona baqiryaptilar, dod deyaptilar, yig'layaptilar, chilyoson qilishlikning iloji yo'q desak, bir yig'lab oldida o'g'illari qoraka, hoji onani bir akalari bor edi. Shu akalari yilda 2 marta yo 3 marta ko'ylak olib kelib kiygizib ketardilar. Shuni akam olib bergandim, ehtiyot qilib kiyardilar. Qo'ni qo'shni o'g'il, qiz, kelin, nevaralarga maqtanib kiyardilar. Shu akalari vafot etib qoldi-yu, kechasi-yu kunduzi kiyardilar. Kiyilib yuvilaverganidan rangi o'chib ketsa ham kiyardilar. Bemor bo'lib qoluvdilar. Qo'ni qo'shni qarindoshlar kelayotganidan biz xijolat bo'lib, akalari olib bergan o'sha kiyilaverib, yuvilaverib, rangi o'chib, uvada bo'lib ketgan libosni yechib, yangi, yumshoq, chiroyli, keng ko'ylak kiygizib qo'ydik. Shunaqa bezovta bo'lib, besaramjon bo'lib, dodalodot qilyaptilar. Shuning uchun chilyoson qilgani sizlarni chaqirdik deb turuvdilar. Katta qizlari chiqib, ayibmanda, ayibmanda. Ha, nimaga sizda ayib? Onam menga tayinlagan edilar. Jon qizim, agar men o'zim bilan o'zim bo'lib qolgan vaqtimda akam olib bergan libos egnimda bo'lmasa, akam olib bergan libosni kiygizib qo'ying. Chunki men yaxshi ko'raman, xohlayman. Azroil alayhissalomga shu akam olib bergan libosda jon taslim qilishdi. Men yaxshi ko'raman, xohlayman. Oxirgi nafasim shu akam olib bergan libosda bo'lishni xohlayman deb tayinlagan edilar-ku. Lekin men onamni bunaqa ahvolotda ko'rmaganligim uchun iztirobda esimdan chiqib qopti. Hozir dedilar-ku, bir eski uvada rangi o'chgan, taklangan narsani olib kirib ketib, bir vaqt o'tib qaytib kelaveringlar dedilar. Qaytib kelsak, xona sokin, xotirjam, yig'i-sig'i, baqir-chaqir, dodaladoti yo'q. Yo'sindan bir mubin o'quvdi, jon taslim qildilar. Tashqariga chiqsak, o'g'illari yig'layapti. Qoraka, qoraka, akani, ukani olib berganini opa-singil shunaqa ham qadrlaydimi? Qarang, yumshoq, chiroyli, keng ko'ylak kiygizib qo'ydik.
akalari olib bergan o'sha kiyilib yuvilib rangi o'chib uvada bo'lib ketgan ko'ylakni o'rnini bosmadi. Yana qaytarib akalari olib bergan o'sha eski ko'ylakni kiygizib qo'ydik. Xotirjam bo'ldilar, sokin bo'ldilar. Ora-orada bo'lsa etagini tortib hidlab qo'yyaptilarki, xuddi akalarini hidi keladigandek. Ko'rdingiz, Yosindan bir mubin o'qiluvdi, jon taslim qildilar deb o'g'illari yig'layapti. Bir joyda shunaqa so'riga o'tirib ma'ruza qilyapsam, so'rining yonidagi xonadan shunaqa bir yig'i ovoz eshitilyapti, dod deyaptilar-da. Ma'ruza tugagandan keyin derazani taqillatsak, bir yoshlari kattaroq bir xola derazani ochdilar. Ha xola desam, "Hey bolam, ikkita akam bor, bitta ukam bor, hayot. Shu yoshga kirayotgan bo'lsam, bitamda bo'lsa ham ro'mol olib berishmaganda. Agar akam yo ukam shunaqa ma'ruzalarni eshitib, ko'ngli erib, yumshab, biror bir ro'mol olib kelib boshimga tashlaydigan bo'lsa, xursandchilikdan yuragim yorilib o'lsam kerak deb xursand yig'layaptilar-da. Biz opa-singil nima deyapti ekan, ha? Nima deysiz? Olib boryapmizmi? Olib beryapmizmi? Ha, sizu biz bilan qanchalik faxrlansa, akam, akamlaba, ukam deb qanchalik baho bersa, akalik qilib, ukalik qilib nima qilib qo'yyapmiz deng? Ha? Ayollarda maqtanchoqlik degan xislat bo'ladi. Akasi yo ukasi deb paypoq yo ro'mol olib bersa ham o'g'il qizlarga maqtanadi. Akam olib berdi-da, ukam olib berdi. Biz ham opa singilni qo'ni qo'shnisini maqtansa yuragi sidirilmasmikin qalbi. Shunday akam bor-u, shunday ukam bor-u. Meni ham eslasharmikin, dirmikin, ha? Nima deysiz? O'zi nima uchun aka uka opa singilga libos olib beradi desa, yoshligimizda shu akam, shu ukam sovuq ovqat yemasin deb ovqatimizni isitib berganligi uchun. Nima uchun aka uka opa singilga libos olib beradi desa, yoshligimizda ko'ylagimizni, shimimizni yuvib, quritib dazmol qilib berganligi uchun. Kim aytiladi? Meni opam yo singlim ovqatimizni isitib bermagan, kartishga tuxum pishirib bermagan, yo ko'ylagimni, shimimni yuvib, quritib dazmol qilib bermagan deb kim aytiladi? Qilib bergan, ha? Qancha bo'ldi o'zi xabar olganimizga. Men shu ayolni shunaqa yig'laganini bir rahmim kelib, bozorda o'zi nechi pul ekan bu shu ayol shunchalik bir yig'lagan bo'lsa, bitta ro'mol shu akam ukam deb bozorga kirsam, ayollardan nimasini so'rasam, 70 ming so'm, 50 ming so'mga beraveraman deyapti bitta ko'ylakni. 50 ming so'm, ha? Qarang. Ro'moli nechi pul ekan buni deb ro'molni so'rasam 15 mingdan 50 mingga cho'l, shu 30 minglarga beriladi deyapti. 80 ming so'm ekan, ha? Qaranglar, 80 ming so'm, ha? Yo'qmi ya? Ha? Qarang, yo'qmi ya deysiz. Bor-u, lekin qachon olib berganimizni eslanasizmi? O'zi aka uka opa singilga nima uchun libos olib beradi desa, do'zaxdan parda bo'lganligi uchun debdilar. Iza kanatil qiyama, vaqtiki qiyomat kuni bo'lib, mahshargohga hamma jam bo'lib, tarozini oldiga bir bandani keltirilib, savob pallasiga savoblarini, gunoh pallasiga gunohlarini qo'yilib, savobidan ko'ra gunohi ko'p kelib, Alloh taolo do'zaxga hukm qilsa, mahshargohni larzaga keltiradigan ovoz kelar ekan. Yo Hannon, yo Mannon, yo Zal Jalol val Ikrom. Ey Robbim, hukmni to'xtat. Bu meni akam yo ukam bo'ladi. Akamni, ukamni do'zaxga solib, azoblab, yondirib, kuydirib qo'yma. Chidalmayman deb doddirkan. Allohning rahmi kelar ekan. Nimaga? Kimi qoluvdi? Hech kimi qolgan yo'q edi. Chunki oyat bor. Astaizu billah. Yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sahibatihi va bani. Ana o kunda insondan qochadi. Solih bo'lmagan aka-ukalar qochadi. Ona qochadi, ota qochadi. Bir yostiqqa bosh qo'ygan xotini qochadi.
O'g'illar mag'rurlangan, faxrlangan o'g'illar qochadi. Shu joyda zikr qilinmayapti. Kim desa, soliha qiz, soliha opa-singil qochadi deyilmayapti. Soliha qiz, soliha opa-singil qochmas ekan, tortib turib olar ekan. Alloh aytar ekan, do'zax yo'lidan qaytaringlar, do'zax yo'lidan qaytaringlar ekan. U dod deyotgan ayol bilan tarozini orasiga yo'lak ochib ayolni keltiringlar. Ayolni keltirilsa Alloh so'rar ekan, nima dod deyapsan? Nima yig'layapsan? Nima istaysan? Ey Robbim, bu meni akam, ukam bo'ladi. Bular meni g'ururim edi. Meni esli bo'lsin, odobli bo'lsin, soliha bo'lsin, mastura bo'lsin deb meni tarbiya qilishgan, ehtiyot qilishgan. Voyaga yetganimda bo'lsa, moli dunyolarini sarflab bir yigitga nikohlab berishgan va meni orqamdan xabar olishgan, silai rahim qilishgan. Meni barcha qilgan yaxshi amallarimga shu akam, ukam sababchi. Akam, ukam yaxshi bo'lmaganda, akam, ukam meni yaxshi bo'lsin deb saloh ishlarga buyurmaganda men yaxshi bo'lmas edim, solih amallar qilmas edim. Shunga sabab akam, ukam bo'lganligi uchun akammi, ukammi jannatga kirishlikka qancha savob kerak bo'lsa men beraman deb turib olar ekan. Shunda Alloh taolo aytar ekan, opani, singilni savobidan olib, akani, ukani savobiga qo'shinglar. Savoblar olinib, qo'shilib Alloh taolo e'lon qilar ekan, falonchini o'g'li falonchini opasi yo singlisi savobidan berganligi uchun gunohi yengil bo'ldi, savobi og'ir bo'ldi, do'zax xoram bo'ldi, jannat muborak bo'lsin, olib kiringlar jannatga ekan. Shuning uchun olib beradi debdilar. Shunda Alloh ayolga qarasa, ayol xursand bo'lib turar ekan. Ayol, ojiza, nima xursand bo'lib turibsan desa, ey Robbim, nimaga ham xursand bo'lmay, akam, ukamni jannatga kirishlikka sabab bo'ldim. Agar akamni, ukamni ko'zimni oldida do'zaxga solsam men chidamas edim. Chunki xoli hayotlik vaqtida otam yo onam jazolashsa akamni, ukamni yig'lashsa yig'lar edim. Agar jazolayman deysa jazolamen deb turib olar edim. Men sababli do'zaxga, men jannatga kirayotganiga men xursandman desa, Allohning rahmati mavjud. Bir bandaga savobini berib tursa, men uni Robbisiman-ku, olib kiringlar jannatga birga. Kimni onasi vafot etsa-yu, vaqtlar o'tib opasi yo singlisi vafot etsa, endi onasi o'libdi debdilar, qarang. Chunki ona vafot etgandan keyin opada, singilda onani o'xshashi bo'lib qolar ekan, surat jihatidan, qovul jihatidan o'xshashi bo'lib qolar ekan, gaplashishlikda, fe'l jihatidan o'xshashi, qiliqlari jihatidan o'xshashi bo'lib qolar ekan. Agar opasini, singlisini ko'rsa, onasini ko'rgandek bo'lar ekan, gaplashsa, onasi bilan gaplashgandek bo'lar ekan, qiliqlarini ko'rsa, onasini qilig'ini ko'rgandek bo'lib yangilanar ekan. Agar opa yo singil vafot etsa-chi desa, endi ona o'libdi debdilar-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Jannatda bitta daraxt bor. Tanasi jannatda, tomiri dunyoda. Kim agar uni tomiriga chirmashaydigan bo'lsa, jannati bo'lmasdan qolmaydi. Sahobalar aytdilar, otamiz, onamiz fido bo'lsin sizga ya Rasululloh. Tanasi jannatda-yu tomiri dunyoda bo'lgan u daraxtning nomi nima dedilar? Silai rahim dedilar-da. Kim opasi yo singlisini ziyorat qilaman deb uydan chiqadigan bo'lsa, har bir bosayotgan qadamiga 10 ta savob yozilib, 10 ta gunoh kechirilar ekan. Har bir bosayotgan qadamiga jannatdan bitta bino qurilar ekan. Har bir bosayotgan qadamiga farishtalar qanotini solib turar ekanlarki, yerni bosib qo'ymasin deb. Bunaqa savob qayerda bor? Men aytaman, opadaqa, singildaqa aka-ukaga mehriboni yo'qdir. Sal bemorlik bo'lsa ham birinchi yugurib keladigan shu opa singil bo'ladi. Kelib turib oladi, yig'lab. Alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin. Ayol kim desa, ayol bu qizimiz, ayol bu opamiz, singlimiz, ayol bu xotinimiz, ayol bu onamiz, hammalari nima desa, siz u biz erkaklarga do'zaxdan parda ekan. Alloh taolo hayotda turgan opa singillar bo'lsa, umrlarini uzun, rizqlarini keng qilsin.
agar vafot etganlari bo'lsa Alloh g'ariq hammalarimizni xoli hayotlik vaqtida silai rahmda mahkam tutguvchi ummatlardan bo'lishni Alloh nasib aylasin. Axiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigoro hammalarimizni mana shu eshitganlarimizga amal qilarganlardan qilsin. Xudoy azza va jalla bu qilingan ehsonlarni maqbul dargoh aylasin. Bu ikki yoshli nikohlarni hasanatu barakotlar tepasiga barpo qilsin. Ularga soliha farzandlarni ota-onalari bo'lishlik baxtiga muyassar qilsin. Ikki taraf Xudo aldachiligini uzoq vaqtlar bardavom qilsin. O'zi yaqindan qadam qilib kelgan mehmonlarning qadamlariga ajr hasanotlar bitsin. Xudoy azza va jalla mana siz bizlarga mana qancha pand nasihatlarda chiroyli qildi. Mana Qori akamizdan Alloh rozi bo'lsin, ularda joniga musobit bo'lgan ota-onalardan, ustozlardan Alloh rozi bo'lsin. Zurriyotlardan ham tadoriq qiyomatgacha ahli Qur'on, ahli namoz, ahli taqvolarning saflarini ziyoda qilsin. Xudoy azza va jalla ichkarida, tashqarida xizmat qilayotgan, quloq ochib omin deyotganlarga ham nima ezgu shar'iy niyatlar bo'lsa, afzalrog'ini, yaxshirog'ini ato qilsin. Tawaffana muslimin va alayhi nabiy sallallohu alayhi va sallam Muhammad va alihi ashabi ajma'in bi rahmatika.